so'm demaymiz. 11 million so'm demaymiz. 8 million so'm demaymiz. 6 million 500 ming so'mga ketdi mebelimiz. Xudo xolasa. Trek kallenga sani pul sochakka mo'yvachcha bo'lgan. Mebelimiz haqida qisqacha tushuntirib o'tamiz. Shkafimiz 270 ga 220 razmerda, o'rtalari farsetli oyna bilan ishlangan, juda ham ajoyib. Krashinni MDFga ishlangan. Ko'rishlaring mumkin. Ichlariga kelayotgan bo'lsa, bir bitta peshelkalik, ichiga sefi bor. O'rtasi ajoyib polkali, ichiga ikkita portmen joylashgan. Bu bitiga, muzkoy tarafiga ajoyib kiyimlarga va shimilgichlari bor ichida. Ko'rishlaring mumkin. Spalnisi 170 ga 210 razmerda ishlangan, ajoyib villur bilan qoplangan. Ustilari 5 sm machalka bilan ishlangan. O'rtasiga ikkita lagasi yerga tegib turadigan qilib ishlangan. Spalni ikki yoniga ajoyib tumbalar bor. Qo'yiladigan yuqoriga qo'yib qo'yganmiz hozir. Trimosga kelayotgan bo'lsa, trimosi 1.40 balandligi 1.90 ishlangan. Ikki yon ajoyib ishi, ichlariga polkalari ham bor. Ikkita addiy tortmasi ham bor. Yonlari 100% apparatga yopishtirilgan, PVXga ishlangan, ko'chib shilinib ketmaydi. Ularga e'tibor qilasizlar. Plus 100 kilometrgacha dastavkasi, terib berishi ichida bo'ladi. 6 million 500 ming so'mga qo'yganmiz narxini. Opsh komplektda olib borish, ustanovka, terish, hamma xizmatlar bizning bo'ynimizda.